Rossiyada maktabga bormaydigan migrant bolalarni oilasi bilan haydash taklif qilindi. Rossiyada maktabga bormaydigan migrant bolalarni oilasi bilan mamlakatdan chiqarib yuborish taklif qilindi. Rossiya prezidenti huzuridagi Fuqarolik jamiyati va inson huquqlarini rivojlantirish kengashi raisi Valeriy Fadeyev shunday taklifni ilgari surdi. Amaldorning so'zlariga ko'ra, Rossiyada 785.593 nafar voyaga yetmagan chet el fuqarosi istiqomat qiladi, ammo ulardan faqat 192.254 nafari Rossiya muassasalarida ta'lim olayotganlar sifatida ro'yxatga olingan. Rossiyadagi chet ellik bolalarning umumiy soniga maktabgacha yoshdagi bolalar ham kirishini hisobga olganda, qolgan voyaga yetmaganlarning kamida 300 ming nafari Rossiyadagi maktablarga borishi kerakligini, buni Rossiya konstitutsiyasi va oila kodeksi ham talab qilishini qo'shimcha qilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari ham bolaning boshlang'ich ta'limini qonunan majburiy qilganini bildirib o'tgan Fadeyev, Rossiyaga kelgan muhojirlar farzandini maktabga bermasligi mamlakatdagi 100 minglab bolalarning huquqlarini buzayotganini aytgan. Agar chet el fuqarolari o'zlari turgan mamlakatning qonunlariga rioya qilishni istamasa, vatanlariga qaytib ketishlarini, farzandlarining ta'lim olish huquqini esa o'zlari kelgan mamlakat ta'minlashini bildirib o'tgan.